Assalomu alaykum akalar, sizlar yaxshimisizlar? Bugun Abdukarim akamiz xonadoniga keldik Asakadan. Ochildi ko'ringlar. Moda ekan-a bu aka? Ha, fitnessning moda. Fitnessning. Shu go'zallikni ko'rsatamiz. Tepadan bor. Chillar mana o'ta go'zallar. Qizlar ham kalkalash tepagan. Men ham Geniz joyda mana shunday termoqchi edim o'zi. Qizil toshlar. Ko'rsatayman, zo'raga kattalar. Bu yerda sotuvdagisini ko'rsating. Sotuvda mo ikkovi kishmish haykali, qizil haykali. Qizil haykal bilan kishmish haykal sotilavergan. Modasi qaysi biri buni? Kishmish haykal moda ekan, lekin kalla nariga. Mana moda. Tuxum yo'qmi bunday chiqarsam bo'laverami? Ana gapdirlar. Buni pulini aytmaysizmi? Puli $200 ga? Ana kapitalarga $200 beraylik. Orqadagina ko'rdi, paypolonni ham ko'rib olasizlar. Ishlatgansizlar buni? Bola berganmi o'zingizda? Javob ishlash. Bu hozir doriga kelgandim. Ha, kapitalarni ko'rib. Bu ikkovsi ham bor. Qizil haykallar, ha? Oq ko'z, moda oq ko'zlar, qora ko'z ekan-a? Yo, raznimi? Razni egilar ekanlar. Yo, raznilar. Oq ko'z. Naram oq ko'z. Ha. Qaysi ko'z? Nari ashlarni bo'ladi. Nari shularni bo'ladi, ha? Hozir xona boshqa-boshqa narigilarmi? Ha, bunda xona boshqa. Buni yonboshdan ko'radigan ekanda. Bu gaplardan kallani ko'ringlar. Mana gel. Telefonim kichik bo'lyapti. Mana ikkosi bor. Keyin hozir ashuni narida akasi bor, ukasi. Qasini? Qasini ukasi? Mana narida ukasi, mana bolalar. Ha, bularda bolasi bu, ha? Bularning bolasi mana katta bolasi. O'g'li. O'g'li, mana ikkinchi o'g'li. O ikkinchi o'g'li pastda stokan tayyor turgan-a? O yotgan juvoni 3-chi. O yotgan juvoni 3-chi mana oq tolda yotibdi mana mana. Aka-ukalar ekan. Mana bittani. Mana gap. Qizil tosh juvoni ham bor ekan, soch bor ekan. Oq bor ekan. Soch nar chiqdi juvon ekan. Puli nech pul buni? Uchimagan-a? Yo'q. Uchimagan katta o'zi savlat ko'rinyapti endi. So'rab qo'ydim. Hozir $100 ga beramiz. $100 ga beriladi. Qiziqqanlarga. Mana soch stokasini ham ko'ra olasizlar, xullas hamma yo'q. Bu o'zidagilar bolasimi? Ha, uni ota-onasi. Hozir ota-onasini ko'rsatamiz. Juvona nar ekan. Bu yana osh. Bu ukasi emasmi ish qilib? Uni akasini topib olgan. Mana otasi bag'ri qora. Buni bag'ri qorashini otasi ekan. Mana paypolar. O'zi onasi, ana qara. Do'yich tutib. Qani? Ha, buni oq bosh onasi. Bu onasiga. Mana gapdi. Mana tayyor narxlari bilan. Bular bola qo'yganmi? Ukasi chiqarganda endi bolasi bor ekan. Bularni opasi o'sha bolada. Yo'q, Maska bolada. Buni opasi. Buni opasi bo'ladi. Bu nar bilan jupaz nar opasi. Opasi mana shu narda. Bu pochchasi ekan-da. Bularning bitta bolasi tushgan.
Hop, juma. Xullas, buni sotiladi deyapmiz, mashinlarda jiyani bo'lgan, opasini bo'ladi. Qizil toshlardan yo'qmi sotiladi? Qizil toshlar bor, qizil tosh ham. Mana qizil tosh. Bir jup ishlaydigan tayyor. Yerigini so'raganlar uchun. Qaysi biri tayyor? Hadi ikkita bor ekan sotuvda. Bular yoshi qanaqa? 1 yashardan o'tib turishdi bu. O'zida ishlagan-a bular? Ha, ishlagan. Ishlashiga xudo xolisa javob beradi. O'zi ishlagan, ishonchlik. Hali ishlaydimi deydi-yu. Ishlaganmi degan savollar uchun. Xudo xolisa ishlagan ekan o'zida. Oq ko'zlar, ikkosi ham oq ko'z ekan. Ular bekorchisi yo'q edi, marali. Saralangan. Puli necha pul bo'lardi? $400, ha? Ikkalasi $400 ekan mana. Yerga tushirdim, shu bu yerda ko'rib oldim. Tuxumga haydab tayyor ekan. Orqasidan yurdim mana. Uzoq yillar qoldi. Istaganlar bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Mana nari. Tepeye chiqib sayraydi. Qizil tosh. Bular qasini bo'ladi? Bular tuxumdek modani bolasi. Ha, mono modani bolasi bor ekan. Mana sayray ekan bular. Mana shu mashin bilan jupagan ko'rsa. Bir tovoqmi bular? Yo'q. Birin ketdi? Tuxumini surganmisiz? Ha. Ashdan bir tenga o'xshatdi yosh. Yosh bilan uni juvoni bir anaqa. Qon bitta. Hozir ikkosini qoni bittami, bitta emasmi? Yo'q, boshqa. Ha, bular boshqa. Hozirgi nari bir juft bolasi qaysi biri? Birinchidagi? Ha, bu bolasi ashlarniki. Aha. Yana qizil toshdiki mana. Bu qaysiniki? O nari o'tiribdimi? Mana ikki. Ha, monosi men orqada turibdi, mashinasi. Mononi bolalariga. Otasi bu ona. Ular nari chiqadimi, moda chiqadimi juvonalar? Ularniki moda chiqsa kerak. Ularniki moda chiqishi mumkin. Unos moda chiqsa kerak. Orqada ham moda chiqadi. Unos nari chiqadi. Narigisi nari chiqadigan. Hozir moda chiqadigan yana bitta ukasi bor, tushgan. Mana. Buni ukasi tushgan-a? Buni necha pul deyapsiz narigi ikkosi mana ular? Donasiga. Necha puldan beraverasiz? Paypa o'g'ma kaptar ancha sifat, haligi jasadi ham katta. 300 mingdan beraveramiz bularga. 1.300 mingdan beriladi. Jasadlari paypoqlarni ko'ringlar ekan. Monosi nar chiqadi desa, peshonasi kattasini. Yo moda chiqadi dedim buni. Monosi nar chiqadi, yoshroq, monosi yosh kattaroq. Bu moda chiqadigan ekan. Moda chiqadi. 1.300 mingdan narxi. Endi avvalo xudo, lekin moda. Buni ana o'ziga sayrab qoldi mana. Bu narx chiqishani o'z peshonalari ham rosa katta bo'lib ko'ribdi. Buni akasi bular. Bu sotilib ketdi. Bu akasi, mashina akasimi? Ha, mashina akasi. Mashina akasi. Buni qanchaga berdingiz? Ikkovini bolasi. Sir bo'lmasa, podpiska. Yaqin akaxonlarga berdim, $100 berdim. Yaqin o'zimiz akaxonlarga o'zini tanishiga $100 berdi. Keyin ko'zi ham qora ekan, lekin katta kallalari va go'zal. Hali yana ham tumshuqlar tortilib kaptar kuchayib ketadi. Hali to'lgan yo'q. To'lovdi ekanda o'zi. Asha nar chiqadi dedigan mashina akasi ekan. Radni ota-onasi bitta, onasi ham otasi ham bitta. Mana ko'z ham antiqa ko'z turibdi. Hali yoshda, uniki hozir ko'k turibdi endi. Qanaqa bo'lar bilmadim. Bu lekin oq ko'z bu.
Oq ko'z oladi deysizmi? Oq ko'z. Ko'zi aniq oq ko'z. Men bilib bo'lmaydi, hali ko'k jiyay bo'lsa otenadi. Lekin Ko'k ko'z ham chiqadi. Otasi ko'k ko'z. Ashta. Otasi ko'k ko'z. Onasi rasm. Shu agala sotib. Moda chiqadigan ukasi uni. Moda chiqadigan ukasi uni orqasini qilib turibdi. Bu nar chiqadi. Bu nar chiqadi. Mashib qolgan jo'ni. Mana stoykasini ko'ryapsiz. Bu chil qanaqa chil endi aka bu? Fitness moda. Buni nari bormi yo'qmi? Yo'q, nari yo'q. Chillar ham bor, qopladigan. Bu o'zidan chiqqanmi bu kelib olib kelganmiz? Uni olganmiz. Chil moda u. Rasa go'zallik go'stayman. Hayotda hozir ikkita go'ra moda bor. Hali byuroda shikolatli, ha? Buni qasiga juplamoqsiz buni? Fitnessni dedingmi? Nar kerak chillarni ozaytirmoqchiman. Go'ra moda bu. Bu ham modami? Moda, uni ham bor. Bu ham mod. Sotmaysizmi go'ralarni? Sotamiz, Ikkita go'ra moda bor ekan. Bunisi nechi pul? U 1 million. 1 million akalar. Bo'ladigan, shu ikkovini 1 milliondan beraveramiz. 1 milliondan 2 millionga ikkosini ber ekan. Xohlasizlar bittani olinglar, xohlasizlar ikkosini 2 millionga oling. Bu paypoqni qaranglar akalar. O'zidan chiqqan ota-onasi mana shu yerda. Uni malla moda bilan. Aha, bu mallachil bilan a? Aha. Ha, bu bilan bundan buni bolasi mana o'zidan chiqqan ekan. Moda. Bu o'zida ishladim hali ishlatmadingizmi? Yo'q, hali ishlagan yo'q. Juvon a bu? Moda, u oqqa juplash u. Oqqa juplash yosh ekan hali. Ikkov moda ham mana juplash o'ygan. Ikkov mana bitta oqlayotgan. Bu chilchi qanaqa? Yo'q, u sotilmaydi. Moda ekan-a? U ishlamayapti, moda. Ha, bu ishlamayapti lekin. Chilko'z katta. Yoshi ancha kattaroq. Ha. Lekin bola olganmiz bundan. Kallalar esa chiroyligina. Tuloq osmon to'rna. Mashoqqa juplab Shu oq nardan sotaveramiz. Yosh ekan-a? Bu ham yosh. Bu ham ishlamagan hali, endi nar bo'ldi. Endi nar bo'libdi. Buni necha pulga berasiz buni? Buni ham 1 millionga beramiz. Buni ham 1 millionga berlar. Qiziqqanlar chiqarasizlar. Moda yo'qmi oq moda? Sotuvdasiz? Yo'q. Oq moda yo'q sotuvda. Ashuni qizi bu. Onasi mana. O, tepadagimi? Onasini paypog'i katta ekanda, otasi ham mana shu go'zal ekan. Oho. Ha, ko'rdim. Mana. Mashina qizi, mana otasi bu qizi. O, onasi mana. Paypoq vashi onasi ham go'zal ekan. Ana shuning uchun bolada paypoq zo'r. Bu sayragani bilan narx deb o'ylamanglar, moda ham sayraydi. Mana kaptar. Yonidan ko'rsatib qo'yayim. Sakrati. Mana. Qizil to'shak kiyib qoldim. Otasi o'g'li tushdi. Nari o'tib oldi. Hozir nari o'tadi. Shu ikkalasini bolasi ekan. Mana otasi. Mana moda. Stogan ko'ryapsizlarmi? Mono ham bolasi ulardi. Oyog'i og'rib qoldi. Qaysi u? Ha, oyog'ini urib oldi. Ha. Go'radan keyingisi mana shu ikkovi bolasi. Go'rani Malla moda. ukasi sinisi ekanda? Go'rani sinisi. Mana shu malla modani qizi bo'ladi. Bu ham moda. Oyog'ini buni temirga urib oldi, hech oqsayapti. Mana yonboshdan ko'ringlar. Mana. Tumshuq o'zi kaptarga. Mana shunaqa joyga telefon kameralar kuchayib ketdi. Mashina moda juvona moda shi go'zal deb oyog'ini. Bu
3 4 oylik kaptarmi deyman? Ha, hali unaqa mokerib unaqa rosmadan bo'lgan yo'q. Opasi mokeryapti, bosdi. Oyog'i o'zi hozir urib olganda qiyshayib qolganmi, o'zi qiyshroqmi? Yo'q, oyog'i qiyish emas, buni urib oldi bu. 5-6 kuncha bo'lib qoldi, oyog'ini oqsab yuribdi. Oyog'i chiqib ham qolgan aka buni, tushunavering, qarang, osiltirib turibdi. Bossa og'riyapti-da. Buni sal ko'rib qo'yish kerak. Ash go'ri modani singlisi ekan. Mana shu ushlarni onasi. Otasi kelgan. Otasi. Bu petishniga solsa nima bo'ladi buni? Yo'q. Mashika o'zini juplasan. Nima deysiz? Petishniga ham solsa bo'laveradi-yu. Ha. Ko'proq guli bir xilda bo'lardi. Ha. Yopadiganga solish kerak. Hozir ashi mahalla moda bilan bitta ko'ra berdim, uni bitta mahalla berdi, bitta chil berdi undan oldin. Ha, har xil qilib chiqarib beryapti. Yana bitta chil berdi. Ular 4 parti bola olgan bo'lsam, 3 xil bola berdi. Bu childa ham ish qiyin lekin. Ha, childa qiyin. Kutasa gulini. Lekin qiziqarli-da, bu qanaqa bo'ladi shu. So'shda, childa ish qiyin. Mana nar modalar chiqdi. Tak. Bo'laveradimi akalar? Modani stoykasi ham konkretnik. Nech pul? 2900 euro dedim, shu vaqadigalar tushunadi. Ha. 2900? Ha. Onu Nimasiga unaqa deydi? 2900 sotilgan buni avlodidan bitta. 2900 dollarga sotilgan, ha? 2900 dollarga sotilgan. Onu ham boshqa anaqa bilan mana shu mallamadan o'g'li bo'ladi. Ro'sha? Ha, ro'sha. Hozir. Mallani o'g'li, lekin otasi boshqa. Otasi boshqa. Qizil chil bilan chiqqan. Qizil chilni bilan sotdi. Mallamadan ko'pchilik anaqa sotdim men. Sotmay zo'r beryapti. Qoni toza hamma joyida. Oyog'i chiqib qolgan buni aka. Bosolmayotgandi bu. Yonboshiga ketib qolibdi. Buni ko'zlarini qarang, tan olgan aka. Figura вообще zo'r.